Narkotik jinoyati bo'yicha ikki xil amaliyot. Ya'ni bizning amaliyotimizda shunday holat yuz berdiki, ikkita jinoyat ishida qatnashdik va birida oqlov hukmi e'lon qilindi va birida ayblov hukmi e'lon qilindi. Bu holatlar deyarli bir-biriga juda yaqin holat edi, lekin amalda esa bir-biriga umuman qarama-qarshi qarorlar qabul qilindi. Demak, holat qanday sodir bo'ldi? Demak, oqlov delada protsessual holatlar, ya'ni tergov tomonidan rasmiylashtirilgan hujjatlar qonun normalariga zid ravishda rasmiylashtirilganligi uchun nomaqbul dalil deb hisoblandi va oqlov hukmi e'lon qilindi va bu Buxoro viloyatida sodir bo'ldi. Biroq yaqindagina Surxondaryo viloyatida bir narkotik jinoyati bo'yicha qatnashdik va unda ham jinoyat ish hujjatlari bilan tanishganimizda tergov organi tomonidan voyaga yetmagan shaxsga nisbatan na vakilisiz, na advokatisiz so'roq qilingan hamda tezkor tadbir jarayonlari qonun normalariga zid ravishda rasmiylashtirilgan holatlariga duch keldik. Va sud tergovi davomida o'sha tezkor vakil, tergov organlari tomonidan o'sha qo'shimcha guvoh sifatida so'roq qilinganda ham bu holatlarga oydinlik kiritildi. Biroq sud tomonidan himoyamiz ostidagi shaxsga nisbatan ayblov hukmi e'lon qilindi va ozodlikdan mahrum qilish jazosi berildi. Demak, ikki xil viloyatda ikki xil amaliyotni ko'rib turibmiz. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Demak, mana shu Surxondaryodagi bo'ladigan jinoyat ishimizda, demak, apellyatsiya shikoyatini berganmiz. Yaqinda ushbu ishimiz ko'rishni boshlaydi. Natijasi haqida keyinchalik batafsil ma'lum qilamiz. Agarda sizda ham, ya'ni yaqinlaringizda ham mana shunday holatlar duch kelayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz yaqindan yordam berishga tayyormiz.